Sanılmazlar şu doktorxanada qaldı qarangada yeb göstürüp. Öyde pay yoxunu işiqib tuqalladın sonra işqallarımızın tapşırıp olduk. Yani 50 milyon kalmaydı eken şuna. Fukam, gapni anglab, ajab yurkam og'irdi. Nima degan bilsangiz tek yaşamasmi? Ma'qul, men akangiz kelsa dey. Parat qilsam madamga o'tib demagin degan dedi. Shu yeni qildi izlab kelgan. Bo'pti, bizga demay kimga deytdingiz? Akangiz ishdan kelsa menda cho'qim bir amalni qildi, xotirjam bo'ling, Fukam. Bunday ishlar peshib kelib boqmaganikin nima qildim bilmay tamtirab qoldim. Ansirmang. Biz urug' tuqqanli biz qarab turamdik. Cho'qim yaxshi bo'lib ketadi. Voy. Ha, ma'qul men hazırlab boray. Adamlar doktorxona bormasam bo'lmaydi, yana o'taydigan rasmiyatlar bor ekan. Ma'qul, siz ko'nglingizni yerim qilmang, xotirjam bo'ling, akangiz bir amal qildimi? Ma'qul edi. Pek ansirab ketmanglar. Voy. Ha, g'ayratma. Ha, qanday adashab? Yaxshi. Ha. Bo'ldi dash. Ben uydi ba. Ben hepsi uydu saqlab turayım, sen dasha. Ha, ma'qul. Ma'qul dash ham seni ko'rishli. Ben geldim. He? Geldiniz mi? Oy, Berda hanım. Bek qattiq yasinibdi-ku, yana bugun bir ish bor ekanda, ha? Can, chaq qilmay men kelgan sizga deydigan muhim gap bor. Muhim gap bor? Ha, nima gap? Yana bir o'zik zanjir ko'zishganda qildi, maqatim ko'zishgini azamaslik qildi, ha? Voy bir chaq aralashtirmang, men sizga astoydil gap qilyapman. Ha, men astoydil anglayapman. Voy can, voy qarang, bizning Osiyaning singlisi oqqan kesilib qopti. Nima? Ha, bizning Osiyaning singlisi bayatin kaptigan mush yig'lab 1000 yerdan to'kiladi bichora. Aran bezlab yo'liq sep qo'ydim deyman. Bu qiz ola Imrondan bir 2 yosh cho'ng'u deyman. Ha. Chapir shopda. Ey, qo'pa berib keldi. Berishni borimiz, to'xtang, men yana bir gap bor. Demamsa qachuqcha. Voy, qiz bola doktorxonada ekan. Doktorxonga hozir 200 ming ko'y topshiribdi. Bu pulni butun urug' tuqqanlardan qarzabdi. Abla. Chata qopdi. Shu. Biz bularning oila ahvolini obdan tushunamiz. Manda cho'ng chiqimni ko'tarib bo'lolmaydi. Chapir shopda. Şuna o bayatin. Voy, nimada tiling chaynaysiz? Gap bo'z gach demamiz deymi? Voy, shu bizdan 50 ming ko'y so'rab ketdi-kan, men shu akangizga so'rab boqay degandim. Xotin. Boyniyoq tilingni chaynab gap qilmasang, nima deydigando debdimi? Osiya degan bog'u Farhatning ayoli. Farhat Uzamning inisiga o'xshash. Osiyami shundoq. Manda ish qilag'u, yordam qilmay qarab, o'tag'in olmaydi. Qo'pa oningdan bo'shangunda 50 ming ko'y chiqa, berib ko'rib kelayli. Hozirlimi? Hozirlim dedi. Qachon chiqding bu aytsa? Rahmat dadisi, rahmat. Rahmat deb ketgindi tafi. Hey, telefon keldi sizga. Mana. G'ayratgan.
Olmam siz? Bo'ldi, keyin olay. Boya mashina to'xtatsam telefon qilib ketgan. Men uyda desam, unda uyga boray degandan men ma'qul degandim. Aqchan uyga kelsa biz yo'q. Shuni telefon qilgan gap. Yodimiz yo'q, unutib qolib ketibdi emasmi yangi? Yey. Yolg'on cho'p qapsizda hamda. Nemigiz degan bo'g'ayti g'ayrat a? Aqchan, men o'yin cho'q qilganda bergan pulni so'rab izladimki, Aqchan. U pulni tayyor qilib qo'ygandim. Lekin yerimin Osiyoning singlisini davolashga ishlatib etdik-da. Abla. Ağaynızın aldığında sizni yeye qartib qo'ydimi? Nimadan da'vatgan sen xotin? Nada gapni qildi ekansiz? Muhimi jonni qutqizish. O'sha endi. Bo'ldi, sen xotirjam bo'la, amalni uzam qilaman. Ma'qul. Aras. Ha? Kechdi ishdan tushib bir so'rin bormajmi? Allohning balli deyishib qo'ygan. Kechroq qaytib kelishi mumkin. Ma'qul. Ras. Aroq ichamsiz? Qiziq gap qilgan. So'ringa bormay turib ichmayman demdimi? Borganda bir gap bo'la. Azroq ichasizmi? Oshqoziningizning dadi bo'lgan ekan. Voy, ma'qul. Ma'qul. Ne ma'qul? Mana. Voy, qanday ahvolingiz yaxshimi? Yaxshimi? Kiran g'ayrat, kiran. Voy, nim bir narsa ko'tarib yurgansiz, avvar bo'lib g'ayrat. Yo'q, hech qisi yo'q. Azroq narsa qo'y. O'zingiz yaxshi turdingiz. Arzugul balli yaxshi-da? Yaxshi, hammalar yaxshi, obdan. Uzoq bo'pti ko'rishmaganlar. Ha. Imroncho, maktabga kelib ko'nib qoptimi? Imron bolam xeyli ko'nib qoldi ya. Ha. Choy iching. Rahmat. Davud bado Voy telefon qilsam olmadi. Ishdan tushib uyga kelib bo'lgan bo'lsa deb udil uyga kelishimdi. Voy, bugun bir cho'ng yig'inimiz va yig'indan keyin faoliyat va kechroq qalmi xotin ansirmanglar davatdi shu yig'inni bo'lib olamay qoldim ya. Bo'lmasa men telefon qilib boqay-a? Yo'q. Bo'ldi. Men kechroq bir kelay bo'lmasa. Sizni yana avar qilamizmi, ha? Sart bo'ldi-ya. Yo'q. Boy bizning shunmi ya? Neda? Mening bir xotinim batim yo'q. Xotin. Xotin, Ha. Mana. Voy jon, odamni. Voy Davud, nimaga mesop ketdingiz? Mesop ketdingiz? Xotin, men mesosam mush uyga tepib kelalindimi? Xudo. Ha. Men bo'ldi. Gap qilmay men kirib oldim. To'xtab turay. Men bog'u. Baxusha. Dutanishqa. Men sana bir pet dutachib biray. Sen bir usloynat berdi. Qachon? Makiyimning setligini. Menga kiyimni almashtirib, usul kiyimni kiyib chiqam, menga quppa menga. Ma'qul. Men usul kiyimim kiyib chiqay. Hozir kesh bo'lib ketdi. Qo'shnilar uxlab bo'ldi. Baka qo'shnilar anglab qolsa, men varanchurug'ni anglasa, xop bo'lib qoladi. Qo'pan kirib qolsa, qo'shnilar varanchurug'. Menda dutachag'imni anglab bir xo'sh bo'lsin, xapilab qoldi. Nimaga xapol ekan qo'shnilar? G'ayrat degan bir mitiqat xapab ketibdirmish mendan taqa. Bir ozroq ichingsiz, unimgan qo'pinga. Ozroq iching. O'tira. Men qanchalik ariq ichibdiman sen bilamsan? Men senga xotin. Sen bog'i. Mening shu qanchalik ariq ichganimni shu sen
bir tedbir alsam. Ha. Mesela Ha. 50 koy mükafat verme. Qanday? Tep baqa seni. Ma'qul tepbaqay deb 50 qo'y mukofot beradi. Qo'ping'a. Mush hayotingizda Imron balan bo'lgan bo'lsa, ko'rgan bo'lsa, nemisatchilik. Qo'ping'a. İmran dedingmi? Qani va İmran qani bu? Naketda. Naketda deb maktabda mandu. Imron qan deb yurdimi bu? Nim deydim sarang xotin. Bu yerim kechida maktabda nima ish qiladi hozir yerim kechida o'qanda? İmran ya biraz sorun ketdimi ya qo'y. To'xtab tur, qo'yga yo'q boshqa men bir telefon qilib boqaymi? Vayjon, nimda jinimni chiqirdi. Qo'ping'a jinimni chiqarmay. Qo'ping'a kirib Senin jiningni chiqarmayman, men seni xush qilay deyaptim. İşte kimden bu kişiler? Mana. Yani siz endi sorun ki. Kran gayret. Qarang mana bu nasıl bitibdi. Ey Davud. Bize. Davud deb. Qarang kim kepti? Gayret keldi, gayret. Öyle? Ha. Qaz gayret kepti. Davud, adaş men Gayret. Sen geldin mi? Ay pulunu silip kelge oşmamıza yerim kişide. Adaş bek men söp kettin mi ya? Sen çıkışı yaptı. Hey, buldu. Men söp kettim dep koydu ketdik. Adaş, bugün sen çıkışı yapsa. Çıkış olsa? Sen menen qanchalik kichkinamda. Sen bilamsan? Aviatın vaqtidan agar sen menen qanchalik ariqchinim bilsang, men sana 50 koy bersam, tapamadi bu. Sen deb qo'y. Agar sen bugun qanchalik ariqchiqinimni sen tepvasan, sana 100 koy berma. Voy, pek set oldu. Adaş. Ne boldun mu bugün? Nima bo'lgandek turmayapman. Qiziq, birdan mesop qilibsiz deysiz. Birdan jiqishib deysiz. Endi qo'pib nima bo'lding deysan qavasan. Men nima bo'lgandek turma. Men sana deb qo'yay. Sening vaqo shu aldig'ining 2 tal puling va shu. Men bir yerim kishida kelib nima bo'lding mesopsa jiqishib deb tanqidligini kelganmidim meni. Sen alsang shu puling Kullanmazcıma sen canlanmazcıma. Ay gözümden yok ayamam. Ay kopu. Davud. Gayret pek set oldu. Bak mesop kitipti. Kardeş, Kafama baba. acımak yolunuzga ama. Ve kopu sıkayım. Boldu Feride. Bu adette bunda emesti. Şu. Boldular. Ben etkile. Kina gayret. Pek set oldu. Kafamızga macuma gayret. Pek set oldu. Ya kutu da ne varsa çıtpırdı. Kopağa. Kılıkının setlikini. Ne var mı? Yani bir sorun var mı? Ben sorun bana hiç soru rastlayıp koydum ben. Kopağa. Asta kopağa. Dutta çırağını koyun. Maka duttana öyle çalımız. Ben bana baktım. Manga. Yiyip. Vay kopağa istemedim. İşte ettin abi Ya ya. istemedim. Kopağa. Ona bırtıkma işte ettin abi ya. Menle. Cinak çıkıştı oldu. Çıçına mane. Ne bu? Yeşil mi dokma tehe? Ne oldu? Bir yerim çekilip kalacak turamda. Esel suyu. Bu da deysen oldu. Yeşilmedik mi, çekilip kaldık mı dep verdi. Aran otağlandı. Canlı düştü oldu.
Canğı tuşluk içmeyi nem boptu ha gaplar. İçemegendikken da içmesek mi boludu onu? İçemegendikken şu içkeninin işi şu mana şu. Gaplardan kelmişeden bir aram bulap ara o'taganda. Akşam aşında dedim men. Pul yok. Pulning hemmini maxotunning singlisiga berib atgan yo'qol. Ko'zamda yo'qol. Atkel. Voy yüzüm, voy yüzüm. Sana bağı. O'sha bir ish bo'p turdi. O shunchalar deb ketdim men. Yo'qol, bu mushta deb ketdim. Men tax azroq deb qo'ydim. Rasmiysindaymi ha? Bo'lmasa g'ayratni chaqirib kelaymi? Voy bo'ldiqlar, bo'ldi. Qo'llaringizni olchang, chalchang qilib zadi. Voy. Bek ashuretse bir ishni sen. G'ayrat xafa bo'lib ketmaganda, ha? Xapaman-da. O'ngda ish qilib. O'ngda? Ha? Men bo'lsam xapalayman? Chop-chong odamni qo'llaringizni u yoqqa, bu yoqqa qilib silkib yursangiz xapalaydi shu. Chop, hojat. Sat shopda. Nim deb qolgandi bu. Voy yüzüm. Ha bo'ldi, gapni deyishmaylar bo'ldi. Mayli o'zim telefon qilib uzr xalq so'rab qo'yayman. Men chiroyli qilib qo'ying. Ma'quli. Men mangaya. Men mangdimi? Voy. Ha, G'ayratmi? Qanday adash ahvol, yaxshimi? Adash akşam bak saat shopda. Men bak xijlab ketparman. Shunga kechib azroq vaqtini chiqargan bo'lsang, bir choy ichgach paranglatsa qopti ekan. Ha? Ha, mayli. Ha, uy kelsang bo'ldi. Undan bo'lsa men uy saqlayman adash. Ma'qul, men o'z saqlaymiz. Xo'sh. Davud adash, senmi qiziq ekansan? Men hamma gapni oblikimdan angladim. Shu gapni menga udilla desang bo'lmamdi deyman. Adash, men seni obdan bilaman. Sana ciddi pul lazım olmagan bo'lsa, undami demaydim. Biroq aqzvolma o'zimizning qizdekdigina. Ularning oilasidami qiyinchilik sal ig'roq. Hozir qandayroq o'tiqning ahvoli? Hozir yaxshi ekan. Operatsiyadami nayt yaxshi chiqdi deydi. Shu bu ishim tuyuqsiz bo'ldi eding-a. Hanim bo'lsa operatsiyani vaqtida qilg'ashqa hozir ahvoli yaxshi. Yaxshi bo'lib qolgan bo'lsa obdan bo'pti. Bunda kunni hech qaysimiz beshimizga kelmaydi deyamaymiz. Sizlarmi naq joyida, dal vaqtida as qaytibsizlar. Lekin shu sening oldingda xijilib qoldim-da. Voy, nimaga xijilulsa adash? Sen bilan biz bir ya tunigun tanishqa odamlardan bo'lmasak. Menda qiyinchilik bo'lsa adash, menda ishda deysa. Endi boshqa og'ayni boladan qarz olib, mening pulimni qaytarib beraman deganing qanday gap endi u? Hamda qarasam endi sana ciddi pul lazım bo'lib qolgandek qiladi shun endi ashlab bo'lib qoldi. Menga jiddiligi rost jiddiy lozimdi. Lekin menda joniga taqashqidek darajada jiddiy emas. Qandayli bo'lsin, tuqunolning operatsiyasi muvaffaqiyatli bo'pti. Mushuna bilan bir saqib ketsin. Navoda bundan keyin yana mushunda bir pul lozim bo'ldiga ishlab qolsa, men qarab turmayman juma. Bo'ldi. Rahmat adash. Rahmat. Foto. Qolgan pulni chiqa. Qaysi pul? Uyda bir 100 ming koy pul bor dedigna adash. Ilk vaqtda doktorxonaga jiddiy lozim deb 50 ming koyni bergan. Endi yana bir jiddiy ahvol bo'lib qolsa deb qo'yib qo'ygan.
Endi Peridaninki qaynsinglisinin Ürümchida bizdan boshqa hech qanday urug' tuqqanlari yo'q adash. Endi operatsiyami muvaffaqiyatli bo'pti. Shunga sen de mavi 50 ming pulni ishlatib tursang, qilib qolganni yan men bir amalni qilib bir qaytarsam adash. Adash, men bu ishni oydinlashtirib o'taman deb kelib, bu qarzni söylaganda ko'p qoldim-ku. Yo'q, unda emas. Davud raskapni qildi. Hozir ahvolimi yaxshi danga. Biz mana shu bir tuyuqsiz yana bir ish bo'lib qolsa deb azroq pulni neri qilib qo'ygandik. Shu az ko'may ishlatib turing. Sizning sodingizga ta'sir etib qolmasin, ha? Shu. Mayli. Ma pulni olsam olay. Endi bu pul menga rost jiddiy lozimdi. Bir yangi do'konninki bezaydigan ishlar bo'pti. Shuni ishlatmoqchidim. U do'konni baldiroq bezayotmasam ijorasi yana menga yurdigan gapkan. Shu. Shuning lozim bo'lib qolgan. Sening oldingda xijlab qoldim da adash. Qolgan 50 ming ko'yni adash. Aldiratmayman. Mayli qachon bo'laverdi. Yilning oxiriga surilib kelsam hech qisi yo'q adash. Men aldiratmayman. Ammo lekin boshqalardan qarz so'rab yurganingni uqib qolsam men xafa bo'lib qolaman, juma. Lekin sening oldingda sal xijlab qoldim. Yo'q. Unutib qolmasang bo'ldi. Qachon bir qo'lingga pul kirgan vaqtda adash, men yiliq pulni deb basangli bo'ldi, juma. Adash qanday unutib qolgan oldi, unutmaymiz. Bo'ldi, rahmat sana. Emisi, men pulni oldim. Bizning kulkimiz